Botir, Aka, men xonada bo'laman. Ya aka, assalomu alaykum. yotibsanmi uyda yana? Keling, choy ichamiz aka. Ey ukam, nima bu ahvol? Hamma yoq bardak. Men gapirganda telefoningni yig'ishtirgan, hop. Bugun nimaga ishga bormading? Aka, ishda nima qilaman? Men qiladigan ishlar yo'q-ku. Zerikib ketaman shu ishdan bor. Ishga bormaysan, to'g'rimi? Lekin hamma ishchilarga o'xshab maoshingni o'z vaqtida olishni bilasan. Firma o'zimizaniki bo'lsa, men o'tda xo'jayin bo'lsam, nima qilaman Ma'ruf aka? Hozircha sen ishchisan, ukam. Men xo'jayinman. Lekin vaqti kelib hamma ishlar seni zimmangga tushadi. Ana o'shanda sen bu firmani ikir-chikirigacha bilishing kerak. Hisob-kitob ishlari bilasiz menga yoqmaydi. Siz borsiz, nima g'amim bor? Uyda ukamsan, ishxonada bo'lsa ishchisan. Bu boshqa ishchilarga nisbatan adolatsizlik bo'lib qolmayaptimi? Rashid, Eshitaman aka. Botir boyligidan yarmini kesib tasha. Xo'p bo'ladi. Ya aka, bu nima qilganingiz? O, menga qara. Bu senga oxirgi ogohlantirish bo'lsin, tushundingmi? Keyingi safar shaxsiy rasxodlaringga ham pul olmaysan. Sen hali qarab turgan. Mendan qiziqmayotgan pullaringni oxirgi tinigacha uxlatib ketaman. Marras.